Uyqudan oldin bu mahsulotlarni yemang, aks holda uxlay olmaysiz. Kofe. Kechasi ichilgan kofein miyaning uyqu tugmasini bloklaydi. Adenozin nomli kimyoviy modda sizni uxlatishi kerak, ammo kofein uni o'tkazmaydi. Natijada tanangiz charchaydi, miya esa uyg'oq bo'ladi va o'zicha ertalabgacha reja tuzib chiqadi. Muzqaymoq. Bitta muzqaymoq yoqimli tuyuladi, ayniqsa kechasi kino ko'rayotganingizda, to'g'rimi? Ammo undagi shakar birdan ko'tariladi va tanaga signal beradi: energiya bor, uxlama. Sut esa shishiradi. Natijada tanangiz uxlash emas, tuni bilan qorin bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. Cheeseburger. Yog', og'ir oqsil va qayta ishlangan uglevod, bular hazm bo'lishi uchun soatlar kerak. Siz uxlashga yotasiz, ammo tanangiz ishlayveradi. Shuning uchun chuqur uyquga kira olmaysiz. Kechasi bilan go'yo grillda aylanayotgan tovuqdek tinch o'tira olmaysiz. Qora shokolad. Bitta bo'lak shokolad yomon emas deb o'ylaysiz. Aslida unda kofein ham, teobramin ham bor. Bu moddalar asab tizimini uyg'otadi va miyani uyquga tayyorlan degan signalini buzadi. Xullas, bu 4 ta mahsulotni uxlashdan oldin yemang. Bo'lmasam ertalabgacha shiftga qarab xayol surib chiqasiz. Bu videoni kechasi bilan uxlolmagan do'stingizga jo'natib qo'ying.